Amaliyot rangimizdan tugab qoldi. Mana bunaqa modelni olib kelib qo'shib qo'ydik yana. Razmerlarni kesinglar qarab beramiz. Bu yerga bitta-bittadan olganmiz ko'p narsani. Mana bunaqa modellar bor. Qo'llar 3/4 bo'ladi. Uzun narsalar bilan kesinglar, vaqti chiroyli turadi. Xo'p. O'zi $1000 sotilgan ekan. $550 qilib beramiz mana. 550 dan olib ketsanglar. Mana bunaqa nimchalardan olib kelganmiz. Nimchani tagiga yechiladi. Transformer model. Kesinglar. Mana bunaqa angliskiy yoqasi ham bor. Sevimli tikilgan nimcha. Skidkada $450. Bunisi ham mana model ham $450 bo'ladi. Tugab qoldi. Kecha qo'ygan modelimiz skletdan yana razmerlarni olib chiqib to'ldirib qo'ydik. Karakul bilan ishlangan model, kombinirованный. Kesinglar razmerlar bor, qarab beramiz. Hop. Mana letuvchidan ham tugab qolgan edi. Letuvchini ham yana razmerlarni olib kelib qo'ydik. Yana skletda zapasda bor. Kesinglar hammasini bitta-bittadan ilganmiz bu yerga 5 ga. Hamma modeldan yana olib chiqib qo'ydik. Mana selni tikilgan mikrashning marka. Mana buni narxlarini kecha aytganman, $490. Ham letuvchi ham $490. Hamma model $390 chiqqan. Bundan ham yana olib chiqib qo'ydik. Tugab qoldi. Yana olib chiqdik skletdan.